Naqshlik bor. Birinchisi mobil telegraf. Hop. Telegraf. İkincisi videograf. Mobilograf bo'lgan yaxshimi yoki video? Ya'ni Ayni vaqtda ikkita katta qarama-qarshilik bor. Birinchisi mobilograf, ikincisi videograf. ikkinchisi qolib ketibdi. İkincisi videograf. Mobilograf. Ya'ni butun videoni siz xuddi shunaqa qilib subtitr qo'yish kerak bo'ladi. Oldinlari misol uchun captionsda o'zi qo'yib beradigan bo'lsa, siz agar o'zingiz subtitr joylamoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib Premiere'da subtitr joylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ayni vaqtda Agarda o'zbek tili bo'ladigan bo'lsa, yo'q agar o'zbek tili bo'lmaydigan bo'lsa, sal boshqacharoq. Ya'ni hozir ko'rsataman. Agar o'zbek tili bo'lmasa, shu videoni olib qolamiz. Как раз rus tilida. kolleg iz Bu yerda captions tomonidan qo'yilgan subtitr turibdi. Siz tekstga o'tasiz. Aknada bor, pastda turibdi mana tekst. Расшифровка. Shuni kirasiz, bosasiz. 2024 ishlaydi. Bundan oldingilarda ham ishlaydi, lekin qanchalik darajada zo'r ishlaydi bilmayman. Xo'p. Tayyor tekst. Mana buni bossangiz, ichidagi agar mabodo noto'g'ri joyi bo'lib qoladigan bo'lsa, shuni o'zgartirib beriladi. Tekst chiqarib berdi. CC ni bosasiz. Sazat shuna bosadigan bo'lsangiz, Друзья, каждому бизнесу нужен эффективный SEO. Xo'p, pastga yozib chiqarib berdi. Endi bosayotgan vaqtda shuni to'g'rilasangiz bo'ladi. Misol uchun tele subtitr bu yerdan o'zingizga mosrog'ini shundoq qilib to'g'rilab qo'yasiz. Добавить настройкani qo'yasiz. Xo'p. Net sekund turishi, yeterli x sekund, maksimalniy slova 20 ta. Xo'p. Двойной liniya bittalik. Hoppa. Endi sazat bosamiz. Действуете вы на рынке, масштабируете бизнес, Ko'rayotganingizdek bu либо yoqda ketyapti. выводите бизнес из кризиса. Согласитесь, в каждый из этих Tepada ketyapti. Subtitrni o'zi. Друзья, каждому бизнесу нужен эффективный SEO. Конкурируете вы на рынке, масштабируете бизнес, lибо выводите Xuddi shunday subtitrni o'zi qo'yib beradi. Ya'ni siz qo'yishingiz shart emas bu narsani. Faqat bir narsa bor. Bu subtitr bu videoning ichida как kod bo'lib yashiriladigan subtitr. Misol uchun subtitrni yoqib qo'ysa,
YouTube'da video ko'rayotganingizda subtitr yoqib qo'ysangiz ko'rinadi, no o'chirib qo'ysangiz ko'rinmaydi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Subtitr yoqib qo'ysangiz ko'rinadi, o'chirib qo'ysangiz ko'rinmaydi. Shunaqa subtitr qo'yib beradi bu. Qolgan narsasi prям eksportni bosadigan bo'lsangiz agar bu yerda eksport ham qilib beradi. Testoviy faylda misol uchun men bu yerga eksport qildim. Bunday qilsangiz o'sha subtitrni vaqti bilan chiqarib beradi. Qaysi vaqtda videoni qaysi vaqtida nima degan. Shuni chiqarib beradi. Siz bemalol buni ko'chirib olishingiz mumkin. Plus CapCut. CapCutda rus tilidagi subtitr bemalol qulay, dostуп bor, bemalol montirovat qilishingiz mumkin u subtitrni. Juda ham qulayligi bor. Misol uchun bosamiz. Importni bosamiz. Bu yerdan tekstga o'tamiz. Avto aynaqa bor. Shu yerdan rus tilini tanlaymiz. Bosamiz. Joydan faqat hammaga yetadigan yolg'onlaringni aytma. Kuning qalay bo'ldi? Bugun hech kim Zo'r sensatsiyani aytaman sizlarga. O'zi sinfdoshlar bilan ko'rishdik, наконец-то. Lishdan ko'p odam yig'ildi, понимаете? Xo'p, CapCut chiqarib berdi. Друзья, каждому бизнесу нужен Mana bu yerda turibdi. Subtitr turibdi. Endi эффективный. subtitr to'g'ri turibdi, lekin bu sizga unchalik yoqmasligi mumkin. Bu yerda captions bor mana. SEO. Конкурируете вы на рынке, масштабируете бизнес, либо выводите бизнес из кризиса. Согласитесь, в каждой из этих ситуаций вам нужен крутой топ-менеджер, управленец, он же SEO. 23 января мы встречаемся для того, чтобы обсудить, как текущим SEO, генеральным директорам, повысить свою эффективность, как им выстраивать отношения с собственниками бизнеса, а также со своей командой. Для этой беседы мы пригласили замечательных коллег из Ассоциации независимых директоров, АНД из России, а также будут... Ya'ni captions dagi stillar bor. Subtitr bo'yicha o'zbek tilidan boshqa tillar bo'ladigan bo'lsa, asosiy xalqaro tillar bo'ladigan bo'lsa, u xalqaro tillar captionsda bor. Captionsda deyman, CapCutda bor. Siz bemalol CapCutda rus tilidagi subtitrlardan foydalansangiz bo'ladi. Bu qo'yib beradi, xuddi mana shu videoda hozir chiqayotgandek. Foydalansangiz bo'laveradi. Animatsiyaga kiradigan bo'lsangiz, o'sha subtitrda В каждой из этих ситуаций вам нужен крутой топ-менеджер, управленец, animatsionni qilib chiqarib beradi. SEO. U yog'i sizni o'zingizga xohishingizga havola. Sizga agar qanaqa subtitr kerak bo'ladigan bo'lsa, menga animatsionni kerak desangiz, animatsionni, agar animatsionni kerak emas menga, объяснить qilsam captionsga o'xshagan desangiz, o'sha captionsga o'xshagandan foydalanib bemalol o'shani ishlatsangiz bo'laveradi. Envatoga keladigan bo'lsak, ya'ni bu yerdagi tekstlarni ko'rdik hozir ko'chirib olish uchun. Envatoga keladigan bo'lsak, biz o'zimizga mosini hozir ko'chirib olishimiz kerak. Misol uchun, shablon prezentatsiya Adobe Premiere Pro. Endi har xil tekst mana shu videodagi tekst yoki bo'lmasa SMS-niki mana. SMS-nikini olaylik. Ko'chiramiz. Bir narsani aytib ketay. Men Envato bo'yicha yoki effektlar bo'yicha bo'linayotgan narsalarni hozir ochishni ko'ryapsiz.
Bu fayllarni hammasini Telegramda ikkinchi kanalga tashlab qo'yganman. Ikkinchi kanaldan bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu narsani oldin ham aytganman, yana aytib ketay. Xo'p, bizga bu kerak emas уже, endi o'zimiznikini ishlatamiz. Основной grafik elementga o'tamiz. Obzor, plyusni bosamiz. Da Premiere Pro Envato Elements 21-chisla kirdik. Chekiramiz. Xo'p, qaysi papka deb ko'ramiz. Text message. Bosamiz. Pastroqqa ko'chirib bo'ldi mana. Mana uni shunday olib kelamiz, metga qo'yamiz. Effekt sal og'irroq. Ya'ni kompyuter qotishi mumkin. Men videografman. Lekin mobilografiyani bilaman. Xo'p. Bu yerda izmitni bosamiz. Bosganimizdan keyin polni ko'rsatib beradi bizga razmeri, etakdalar qolgan narsalar. Misol uchun mana bundan kichraytirib, kattalashtirib, o'zingizga moslavasangiz bo'ladi. Bu tomonda effekt kontroldan razmerni pasaytiramiz. Your text message. Lekin juda ko'p mobilograflar Bu yerda rangi turibdi. Name ga ism yozasiz. Hop, aytaylik. Ibrajon. Pastiga qolgan narsalar. "3D" bor, buni bundoq qilsangiz anaqasi o'zgaradi. Ya'ni hozir men bu yerda boshqa anaqa bilan ko'rsatib beraman sizga. Name aytaylik. Hop. Bunga Ibrajonni bosib qo'yamiz. Chiqish vaqti yozib qo'ygan. Hop. End time. Boshlanish vaqti. Chiqish vaqti, boshlanish vaqti, tekstni bosasiz, tekst yoziladi. Salom. Ikkinchisi. Salom, qalaysiz? Zo'r. Sizchi? mobilograf bo'lgan yaxshimi yoki videograf bo'lgan yaxshimi? Qaysi bir? Men videografman. Ha, bitta narsani to'g'ri qo'ymadim. Birinchi, ikkinchi. Very message. İkincisi. Ben bunu açıp durup batdan vaqtini to'g'rilab qo'yasizlar. Ya'ni o'zlaringizga kerak bo'lgan vaqtga to'g'rilab qo'yasizlar. Xo'p, mana. Bo'lgan yaxshimi yoki videograf bo'lgan yaxshimi? Qaysi bir? Bunda ham ochdi, sizda ham ochdi. Faqat ikkalasini bittada ochyapti. Shuning uchun mana 4 ga olib chiqamiz.
Qilsangiz pastga tushadi, tepaga ko'tariladi. Men videografman. Endi keyingisi nechi bo'ldi? 4 6 xuddi shunga o'xshab ketaveradi. Men videograf bo'lgan yaxshimi yoki videograf bo'lgan yaxshimi? Qaysi bir? Men videografman. Lekin Ya'ni vaqtini ham to'g'rilaysiz o'zingiz, tekstni ham o'zingiz to'g'rilaysiz. Bu animatsiya o'zida davom etib ketaveradi qolganda. Сообщение bo'yicha tekst yozish. Ya'ni videoda сообщение bo'yicha tekst yozish. Основной grafik elementga kiramiz, yana tepaga chiqamiz. Xo'p. Lokalniga shuni o'taylikchi. Travel bo'yicha. Hop. Qo'yamiz. lekin Buni men ko'rsatgandim, adashmasam. Misol uchun chet elga sayohatga chiqqan inson uchun video tayyorlayapsiz, xuddi shunga o'xshagan narsani qilsangiz bo'ladi. Bu tekstlar hammasi, animatsiyalar hammasi sizga tashlab beriladi, bemalol foydalansangiz bo'laveradi. O'zingiz aynan qilishingiz shart emas, ya'ni yozib chiqishingiz shart emas. Agarda men bu сообщениyaning xabarini yoki bo'lmasa shu animatsiyani o'zim yasayman, menda bo'lmasa, men xohlagan narsamni qanday yasayman siz? Unda ham oson yo'li bor. Photoshop. Bu yo'l Photoshop. Ya'ni Photoshopga kirasiz. Misol uchun boshqa yo'llari ham bor. Aytaylik, men bu narsani yozishni oq fonni qo'yib turib, oq fon o'rtasidagi shu yozuvni o'zini maska qilib o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni tekst yozasiz, keyin o'sha tekst ustiga maskani terib, o'sha yerda o'zini o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Lekin vaqtingiz juda ko'p ketadi. Juda ham vaqtingiz ko'p ketib qoladi. Shu uchun Photoshopga kirgan, Photoshopda ishlagan ancha osonroq, ma'qulroq, siz uchun vaqtingizga ham, boshqa narsangizga ham ancha qulayroq. Noy format bizga kerak razmerni olamiz. Olganimizdan keyin tekst yozamiz chetga. Xo'p, nima yozaylik? Biz nomer qo'ymoqchimiz deylik. Hop. 10. Bu yerdan shrift tanlaysiz. O'zingizga qaysi shrift yoqayotgan bo'lsa, o'sha shriftni tanlaysiz. Hozirda hammaning kompyuterida ham uncha ko'p shrift bo'lmaydi. Alohida 10 ta rangdan bo'ladi. Hop, 75 balandligi. Endi buni kattalashtiramiz. Bizga ham shu 3 ta kerak. Hop, 3 ta 10 shrift. Mana bu uchalasini ushlaysiz. Ctrl G. Kurpani ustiga 2 marta bosasiz. Svet. Shuni o'shab turib, matda любой bitta yashil rangga shuni berasizda. Faylda shuni o'tkazib turib, export with png ni bosasiz. PNG bo'lishi ham shart emas. JPEG bo'lsa ham bo'ladi. Shuni olib berasiz. Keyin Premiere'ga kirasiz. Ustiga 2 marta qani zarrasimiz qo'yamiz. Shu 10 turibdi. Endi men hozir tapir-tupir yasadim. Videoni razmeri, yozadigan tekstini qo'ymasdan. Siz mana bunga o'xshab
videoga moslab tekst joylasangiz bo'ladi. Tepasiga boshqa narsa shunaqa qilib chiroyli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Sekin vaqt ko'p ketmasligi uchun, tezroq tushuntirish uchun shunaqa qildim. Bosasiz, effektga o'tasiz. Ultra. Kulch ultra, ya'ni yashil fon bilan ishlayotgan paytimizdagi anaqa. Limon o'zini bosasiz. Bosganingizdan keyin uni to'g'ri ba'zilarini qo'liga professional kamerani yozib qo'ysiz, uni to'g'ri nastroyga qilishni ham bilishmaydi. ya'ni xuddi shunaqa. Misol uchun siz istang mana bu narsani ko'chirib olib ishlating. Shunaqa tekst qilmoqchi bo'lsangiz, bu narsa maksimal darajada sizga shart degan joyi yo'q. Photoshopga kirib tabir-tubir o'zingiz yasab qo'ysangiz ham bo'ladi. SMS bo'yicha keladigan bo'lsak, SMS da ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz SMS da ham shablonini tap-tap yasab turib to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun hozirgi chiqayotgan soобщенияni smayligini, soобщенияni kirib chiqishini, ya'ni shunga o'xshagan narsalarni Photoshopda PNG formatda yasab olasiz va Premiere'ga joylab chiqasiz. Shunaqa narsa. Xo'p, videoga tekst joylash bo'yicha основной narsamizni mashlar, ya'ni menimcha to'liq tushunarli bo'ldi shekilli qanaqa qilib tekst joylash. Animatsiyalar bo'yicha juda ko'p animatsiyalar bor, effektlarni ichida bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Qo'shimcha yana animatsiya kerak desalaring, mabodo любой случай yana nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, 2024-yil oxiriga qadar kurslarda bor. Agarda sotib olinayotgan vaqtda sizlarga taklif berilgan shu narsalarni tashlab beramiz deb va albatta tashlab beramiz. Qo'shimcha animatsiyalar yil davomida effektlar, animatsiyalar, переходlar, yana bir qancha narsalar yil davomida sizlarga tashlab berilib kelinadi. Shuning uchun yuring baquvvat qilib eng boshda videoni qanday boshlagan bo'lsam, maqsadga qarab to'xtamay harakat qilish kerak degan bo'lsam, xuddi shunday harakat qilish kerak. Bosingiz.